Faberlic kompaniyasidan zubnoy pasta, bu tish pastasi двойной kalsiy. Buni ichida kalsiy содержаться qiladi. 95% naturalniy produkt и восстанавливать emalni qiladi. Tiklab, emallarni yaxshilab, mustahkamlab beradi. Biodostupniy kalsiy mana ichida. И mana kalsiy фундаментальный микроэлемент, необходимый для красивой улыбки. В составе 2 источника mana ichida источниклар biodostupniy kalsiy, ichida kalsiy и карбонат и полученный из мрамора натурального ингредиента и kalsiy glitseroфосфат. Sintetik происхождение ikkalasini mana qo'shib, judayam zo'r освежать qiladi va tishlarni mustahkam qiladi. Двойной kalsiy deyilganda. И эффективно освежать qiladi. Mana и бережно восстанавливать и укреплять zubni emalni ham yaxshilab tetiklashtirib, judayam zo'r qilib beradi. Mana применение mana chistить mana 1-2 minut chistить qilinadi. Zubnoy щеткаga surkalgandan so'ng keyin yaxshilab keyin yuvilib tashlanadi tishni. Judayam zo'r, mana halol и mana Rossiya Gost mana hammasi mana ochilgandan so'ng 6 oy mana nima qilish kerak? Mili 100 mil judayam katta, mana barakali va judayam hamyonbop. Narxlari ham mana hozir mana ochib ko'rsataman. Mana bunday qilib ochilyapti. Mana bunaqa qadoqlarda keladi.